Ushbu loyiha Milliy bank va bank xizmatlari markazi hamkorligida Farg'ona viloyati va tumani Madaniyat MFI 270-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda atirgul ko'chatlari ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar bo'lib, bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar g'uncha ochish arafasida bo'lib, ekinlarni yetishtirish 210 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirib boriladi. Ushbu loyihaga 65 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 15 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkorlar Baxtiyor fermer xo'jaligi ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 50 ming dona, jami 500 ming dona hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin dekabr oylarida yig'ishtirib olinadi. Yuqori daromadli ekin turlarini ekish orqali yer egalarining daromadlari oshib boradi.